G'ijduvon tumanida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati izchil oshib bormoqda. Bu esa mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini tubdan isloh qilish, aholiga yaqin va sifatli tibbiy xizmatlarni yo'lga qo'yish borasida olib borilayotgan amaliy ishlar natijasi. Larimizga hamda davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, tuman hududidagi 6 sonli oilaviy poliklinikada ham aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Muassasa zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib, malakali shifokor va hamshiralar tomonidan birlamchi tibbiy yordam, profilaktik ko'riklar hamda tibbiy maslahatlar muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining qator buyruqlari asosida xalqimizga tibbiy xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Shu jumladan DIMIT dasturi asosida bu yerda ish olib borilyapti. Bu yerda bemorlarga reabilitatsiya asosida bepul dori-darmonlar yozib berilib, elektron orqali aptekada qulay kutish joylari, zarur diagnostika xizmatlari hamda profilaktika tadbirlari tizimlari tashkil etilgan. Bu esa aholining o'zi yashash hududiga yaqin joyda sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirib, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga xizmat qiladi. Tuman oilaviy poliklinikalarida yaratilayotgan bunday zamonaviy shart-sharoitlar sog'liqni saqlash tizimidagi keng ko'lamli islohotlarning amaliy ifodasi bo'lib, eng avvalo inson qadri va uning salomatligini ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida